Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya yoshidagi juda ko'p odamlar uchun nihoyatda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. SSR davrida oliy o'quv yurtida, texnikumda, bilim yurtida yoki boshqa kunduzgi ta'lim muassasasida o'qigan pensionerlarning pensiyasida qanday syurpriz bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot bevosita sizga, ota-onangizga, bobo-buvingizga yoki qarindoshlaringizga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik odamlar o'qigan yillari pensiya stajiga ta'sir qilishi mumkinligini bilmaydi yoki hujjat yo'q deb o'ylab umuman murojaat qilmaydi. Men bu mavzuni oddiy, tushunarli tilda tushuntiraman. Oldin qanday bo'lgan, hozir nimalarga e'tibor berish kerak, kimlar pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin, kimlar bundan foyda ko'rmasligi mumkin, qaysi hujjatlar kerak va eng muhimi, amalda nima qilish lozim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik jihatlar bor. Noto'g'ri ariza yoki yetarli hujjat bo'lmasa, odam o'ziga tegishli qo'shimcha pensiyani ola olmay qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday mavzularni men imkon qadar aniq va foydali qilib tushuntirib boraman. Avval asosiy savolga javob beraman. SSSR davrida o'qigan yillar pensiya hisobida rol o'ynaydimi yoki yo'qmi? Javob shunday, ayrim holatlarda ha, rol o'ynashi mumkin. Lekin bu hamma pensionerga avtomatik ravishda pul qo'shiladi degani emas. Masalaning markazida mehnat staji degan tushuncha turibdi. Pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda insonning necha yil ishlagani, qaysi davrlarda ishlagani, qanday hujjatlar bilan tasdiqlangani va ayrim hollarda o'qish davri stajiga kirishi mumkinmi yo'qmi, shular tekshiriladi. SSSR davrida juda ko'p odamlar 1906, 1907, 1907 yillarda institutlarda, universitetlarda, texnikumlarda, pedagogika bilim yurtlarida, tibbiyot bilim yurtlarida, kasb-hunar maktablarida kunduzgi shaklda o'qigan. O'sha davrda ta'lim tizimi boshqacha edi. Arxivlar qog'ozda yuritilgan. Diplomlar rus tilida yoki ikki tilda berilgan. Ba'zan familiya o'zgargan. Masalan, ayollar turmushga chiqqandan keyin pasportdagi familiyasi diplomdagi familiyasidan farq qilgan. Hozir esa pensiya idorasi aniq hujjat so'raydi. Men o'qiganman, hamma biladi degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Hujjat kerak. Oldin ko'plab pensionerlar pensiya tayinlanayotgan paytda o'qish davrini umuman ko'rsatmagan. Ba'zilari o'qish stajiga kirmaydi deb eshitgan. Ba'zilari diplomni topolmagan. Ba'zilari pensiya idorasiga borganda kerak emas deyishgan deb eslaydi. Natijada ayrim pensionerlarning umumiy staji kamroq ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Agar o'sha qo'shimcha o'qish yillari hisobga olinsa, ba'zi holatlarda pensiya miqdori oshishi ehtimoli paydo bo'ladi. Lekin men darhol ogohlantiraman. Bu masalada hamma pensionerga falon so'mdan qo'shiladi degan gap noto'g'ri. Pensiya qayta hisobida har bir odamning holati alohida ko'riladi. Kimdir uchun 3 yil texnikum staji qo'shilishi foyda beradi. Kimdir uchun 5 yil institut qo'shilsa ham pensiya oshmasligi mumkin. Chunki unda allaqachon yetarli staj bor yoki pensiya boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblangan. Yoki qonunchilikdagi cheklovlar sabab qo'shimcha staj natijaga ta'sir qilmaydi. Endi men kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda SSSR davrida kunduzgi shaklda o'qigan pensionerlar e'tibor berishi kerak. Kunduzgi shakl juda muhim. Chunki sirtqi yoki kechki o'qish ko'pincha odam ishlagan davr bilan birga kechgan bo'ladi. Agar odam sirtqi o'qigan va shu bilan bir paytda korxonada ishlagan bo'lsa, pensiya stajiga odatda ish davri kiradi. O'qish davrini alohida qo'shish masalasi esa boshqa tartibda ko'riladi. Kunduzgi o'qishda esa odam ko'pincha ishlab turmagan, lekin qonunchilikda ayrim ta'lim davrlari stajga kiritilishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Masalan, birinchi hayotiy misol, faraz qilaylik. Ahmad aka 1948 yilda tug'ilgan. U 1975 yilda maktabni tugatib, 1976 yildan 1981 yilgacha institutda kunduzgi o'qigan. Keyin 1981 yildan 2022 yilgacha turli tashkilotlarda ishlagan va pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganda uning mehnat daftarchasida 1980 yildan boshlangan ish davri ko'rsatilgan, institut davri esa kiritilmagan. Agar Ahmad akada diplom o'qishga qabul qilingan va tugatganini tasdiqlovchi hujjat yoki arxiv ma'lumotnomasi bo'lsa, u pensiya bo'limiga murojaat qilib 1976-1990 yillardagi kunduzgi ta'lim davrini ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Natijada uning umumiy staji 37 yil emas, 1-2 yil deb ko'rilishi mumkin. Bu albatta avtomatik ravishda katta oshirish degani emas.
lekin pensiya formulasi bo'yicha qo'shimcha stav ahamiyatli bo'lsa, pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Ikkinchi misol. Malika opa 1962 yilda tug'ilgan. U 1979 yildan 1992 yilgacha tibbiyot bilim yurtida kunduzgi o'qigan, keyin hamshira bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda faqat ishlagan yillari hisobga olingan. Bilim yurti davri esa kiritilmagan. Malika opa, mening diplomim eski, muhrlari ham xiralashgan deb o'ylab yuradi. Aslida u diplom nusxasi. Arxivdan berilgan ma'lumotnoma, pasport, pensiya guvohnomasi va agar familiyasi o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi bilan murojaat qilish mumkin. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, uning o'qish davri bo'yicha qayta tekshiruv o'tkaziladi. Bu kabi holatda 3 yil ham muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa umumiy staj yetarli bo'lmagan yoki pensiya minimal miqdorga yaqin tayinlangan bo'lsa. Uchinchi misol. Rustam aka 1970 yillarda texnikumda o'qigan, keyin zavodda ishlagan. Texnikum davri 4 yil. Lekin pensiya tayinlanganda u diplomni topolmagan. Oradan 8 yil o'tib, uydagi eski sandiqdan diplom chiqib qoldi. Endi savol. Kech bo'ldimi? Men bunday vaziyatda aytaman. Kech bo'ldi deb o'tirish kerak emas. Hujjat topilgan bo'lsa, pensiya bo'limiga ariza berish kerak. Qayta hisoblash masalasi ariza berilgan va hujjat taqdim etilgan davrdan ko'rib chiqilishi mumkin. O'tgan yillar uchun pul to'liq qaytariladimi yoki yo'qmi? Bu alohida holatlarga bog'liq. Agar pensiya idorasining xatosi isbotlansa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Agar hujjatni fuqaroning o'zi keyin olib kelgan bo'lsa, odatda qayta hisoblash murojaat qilingan vaqtdan keyin amal qiladi. Shuning uchun qancha erta murojaat qilsangiz shuncha yaxshi. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchidan, pensiyasi juda past bo'lganlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida uzilishlar ko'p bo'lganlar. Uchinchidan, ayollar, chunki ularda farzand parvarishi, ish joylari almashishi, familiya o'zgarishi sabab hujjatlari tafovut ko'p uchraydi. To'rtinchidan, kolxoz, sovxoz, zavod, shifoxona, maktab kabi tashkilotlarda ishlagan. Lekin ayrim yillar hujjatlarda to'liq aks etmagan odamlar. Beshinchidan, SSSR parchalanishidan oldin boshqa respublikada o'qiganlar. Masalan, Toshkentda yashab, Moskvada, Leningradda, Kiyevda, Minskda, Olmaotada, Frunzeda yoki Dushanbeda o'qiganlar. Bunday holatda arxiv hujjatlarini topish qiyinroq bo'lishi mumkin, ammo imkonsiz emas. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqayotganda barcha o'qish davrlaringiz hujjat bilan topshirilgan bo'lsa va pensiya hisobida ular allaqachon ko'rib chiqilgan bo'lsa, qayta murojaat qilish natija bermasligi mumkin. Yoki sizning pensiyangiz maksimal darajadagi ko'rsatkichlar bilan hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha staj amaliy natija bermasligi ehtimoli bor. Yana bir holat, agar o'qish davri aynan ishlagan davr bilan bir vaqtda bo'lsa, bir davr 2 marta stajga qo'shilmaydi. Masalan, odam 1995 yillarda korxonada rasmiy ishlagan, shu yillarda sirtqi institutda o'qigan. Bunday paytda 5 yil ish staji bor. Sirtqi o'qish esa ustiga yana 5 yil qilib qo'shib berilmaydi. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, diplomning o'zi har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Diplomda odam qachon o'qishni boshlagan va qachon tugatganligi har doim aniq yozilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi diplomlarda faqat falon yilda bitirdi deb yozilgan bo'ladi. Pensiya idorasi esa aniq davrni so'raydi. Qabul qilingan sana, bitirgan sana, ta'lim shaxliyani kunduzgi, kechki yoki sirtqi. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. Arxiv ma'lumotnomasida falonchi 1970 yil, 1 sentabrdan 1982 yil 3 kunduzgi bo'limda tahsil olgan deb aniq yozilishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, familiya, ism yoki otasining ismidagi farqlar. SSSR davridagi hujjatlarda ba'zan Gulnora o'rniga Gulnara, Yo'ldoshev o'rniga Yuldashev, O'rinboyev o'rniga O'rinbayev yozilgan bo'lishi mumkin. Bu oddiy transliteratsiya farqi. Lekin pensiya hujjatida muammo tug'dirishi mumkin. Agar ayol kishi turmushga chiqqan bo'lsa, diplom qizlik familiyasida, pasport esa hozirgi familiyada bo'ladi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi kerak, agar ismda xato bo'lsa. Ba'zan FHDGdan ma'lumotnoma sud orqali faktni tasdiqlash yoki arxivdan qo'shimcha tushuntirish talab qilinishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, o'qish davrida harbiy xizmat, akademik ta'til yoki o'qishdan chetlatilish bo'lganmi? Masalan, odam 1977 yilda institutga kirgan, 1979 yilda akademik ta'til olgan, 1920 yilda qaytgan va 1923 yilda bitirgan. Diplomda bitirgan yili bor.
Lekin stajga aynan qaysi davr kirishi alohida tekshiriladi. Yoki odam o'qish davrida armiyaga ketgan bo'lishi mumkin. Harbiy xizmatning o'zi ham alohida hujjat bilan tasdiqlanadi. Shuning uchun men 5 yil o'qiganman degan gap yetmaydi. Hujjatda 5 yil uzluksiz kunduzgi ta'lim bo'lganini ko'rsatish kerak. 4-chi nozik jihat, ta'lim muassasasining nomi o'zgargan yoki tugatilgan bo'lishi mumkin. SSSR davridagi ko'plab institutlar bugun universitetga aylangan, texnikumlar kollejga aylangan, ayrimlari boshqa muassasaga qo'shilgan. Masalan, o'sha paytda Toshkent Politexnika instituti bo'lgan. Hozir boshqa nomda bo'lishi mumkin. Hozir boshqa nomda bo'lishi mumkin. Yoki pedagogika bilim yurti arxivi viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha eski binoga borib, bu yerda endi boshqa tashkilot ekan deb qaytib ketadi. To'g'ri yo'l avvalo hozirgi voris muassasani aniqlash, keyin ularning kadrlar bo'limi yoki arxiv bo'limiga yozma so'rov berish. Agar ularda hujjat bo'lmasa, viloyat davlat arxiviga yoki tegishli respublika arxiviga murojaat qilinadi. 5-nozik jihat, boshqa respublikada o'qiganlar. SSSR davrida odamlar butun ittifoq bo'ylab o'qishga ketgan. Bugun esa hujjat boshqa davlat arxivida bo'lishi mumkin. Masalan, odam 1994 yilda Qozog'istondagi texnikumni bitirgan. Endi u O'zbekistonda pensiya oladi. Bunday holatda o'sha davlatdagi ta'lim muassasasi yoki arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Ba'zan konsullik orqali, ba'zan pochta orqali, ba'zan elektron murojaat orqali so'rov yuboriladi. Hujjat chet davlatdan kelsa, uning rasmiylashtirilishi, tarjimasi va tasdiqlanishi masalalariga e'tibor berish kerak. Noto'g'ri tarjima yoki mursiz nusxa qabul qilinmasligi mumkin. 6-nozik jihat, qayta hisoblash har doim ham pensiyani oshirmaydi. Buni men alohida ta'kidlayman, chunki odamlar katta umid bilan borib, keyin hafsalasi pir bo'lishi mumkin. Pensiya miqdori faqat stajdan iborat emas. Unda ish haqi, hisoblash davri, qonunchilikdagi koeffitsiyentlar, minimal va boshqa cheklovlari ham bor. Masalan, Sobir aka 45 yil ish stajiga ega. U yana 5 yil institut davrini qo'shtirmoqchi. Lekin pensiya hisobida ma'lum chegaradan ortiqcha amaliy oshirish bermasligi mumkin. Natijada pensiya o'zgarmaydi. Bu hujjat kerak emas degani emas. Lekin natija har doim pul ko'rinishida bo'lmasligini bilish kerak. 7-nozik jihat, hujjatlarning nusxasi emas, asl yoki rasmiy tasdiqlangan nusxa talab qilinishi mumkin. Oddiy telefonga rasmga olingan diplom ko'pincha yetmaydi. Pensiya idorasiga borganda asl diplomni ko'rsatish, nusxasini topshirish, arxiv ma'lumotnomasining asl nusxasini taqdim etish kerak bo'ladi. Agar diplom yo'qolgan bo'lsa, dublikat olish yoki arxiv ma'lumotnomasi bilan tasdiqlashga harakat qilinadi. 8-nozik jihat, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Afsuski, amaliyotda odamlar idoraga boradi, navbatda turadi. O'ynachi oldida sizga qo'shilmaydi degan og'zaki javobni eshitadi va qaytib ketadi. Men doim tavsiya qilaman, muhim masalada yozma ariza bering. Ariza ro'yxatdan o'tsin. Sizda kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Shunda sizga yozma javob berilishi kerak bo'ladi. Yozma javob bo'lsa, uni tahlil qilish. Kerak bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish mumkin bo'ladi. Endi eng muhim qism, amalda siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam. O'zingizning ta'lim tarixingizni aniqlab oling. Qaysi yili qayerga o'qishga kirgansiz? Qaysi yil bitirgansiz? Ta'lim shakli qanday bo'lgan? Kunduzgimi, sirtqimi, kechkimi, diplom olganmisiz? O'qish davrida akademik ta'til bo'lganmi? Armiyaga ketganmisiz? O'qishni boshqa joyga ko'chirganmisiz? Bularning hammasini bir varaq qog'ozga yozib chiqing. Masalan, 1972 yil sentabr Andijon pedagogika instituti kunduzgi bo'lim 1902 yil iyun diplom berilgan. Shu oddiy jadval keyingi ishni ancha yengillashtiradi. Ikkinchi qadam, mavjud hujjatlarni yig'ing. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, mehnat daftarchasi, diplom ilovasi, arxiv ma'lumotnomasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar diplomdagi ism pasportdagi ism bilan farq qilsa, buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlang. Hujjatlarning sifatli nusxasini qiling, lekin aslini ham olib boring. 3-qadam, agar diplom yo'q bo'lsa, vahimaga tushmang. Ta'lim muassasasiga yoki arxivga so'rov yuboring. So'rovda aniq yozing. Men falon yillarda falon ta'lim muassasasining kunduzgi bo'limida tahsil olganman. Pensiya stajini
tasdiqlash uchun o'qishga qabul qilingan sana, o'qishni tugatgan sana, ta'lim shakli va diplom berilganligi haqida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. So'rovga pasport nusxasini, agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi nusxasini ilova qiling. Agar o'sha muassasa tugatilgan bo'lsa, voris muassasa yoki viloyat davlat arxivini aniqlang. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Yashash joyingiz bo'yicha borasiz. Ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazi yoki elektron portal orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Lekin bunday nozik masalada hujjatlarni to'liq ko'rsatish uchun bevosita bo'limga borish foydali bo'ladi. Arizada aniq yozing. SSSR davrida kunduzgi ta'lim olgan davrimni pensiya stajimga kiritish va pensiyamni qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar ro'yxatini ilova qiling. Arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring va unga qabul qilingan sana raqam qo'ydiring. 5-qadam, javobni kuting va tekshiring. Sizga qayta hisoblash qilingan qilinmagani, qaysi davrlar qabul qilingani, qaysi davrlar rad etilgani haqida javob berilishi kerak. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozilishi lozim. Masalan, ta'lim shakli tasdiqlanmagan, davrlar aniq ko'rsatilmagan, hujjatda shaxsga oid ma'lumotlar mos kelmagan kabi sabablar bo'lishi mumkin. Bunday javobni olib darhol taslim bo'lmang. Sababga qarab kamchilikni tuzatish mumkin. Ta'lim shakli yozilmagan bo'lsa, arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma oling. Familiya mos kelmasa, nikoh guvohnomasi yoki fadega ma'lumotnomasini qo'shing. Davr aniq bo'lmasa, buyruqlar nusxasini so'rang. Qabul qilish buyrug'i va bitirish buyrug'i. 6-qadam. Agar siz javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga yozma murojaat qiling. Murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Men 1976-1980 yillarda kunduzgi o'qiganman. Buni falon arxiv ma'lumotnomasi tasdiqlaydi. Pensiya stajiga kiritish rad etildi. Rad etish sababini asossiz deb hisoblayman. Qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Hamma hujjat nusxalarini ilova qiling. Kerak bo'lsa, malakali yuristdan maslahat oling. Ba'zi holatlarda sud orqali yuridik faktni tasdiqlash talab qilinadi. Masalan, hujjatdagi ism xatosi yoki arxiv hujjati yo'qolgan bo'lsa, 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar arxivga xat yozishni, portal orqali murojaat qilishni, hujjat nusxasini tayyorlashni bilmasligi mumkin. Agar siz farzandga nabira bo'lsangiz, ota-onangizning eski diplomlarini ko'rib chiqing. Sandig'ini, papkalarini, eski mehnat daftarchasini, harbiy biletini, nikoh guvohnomasini bir joyga jamlang. Ba'zan 10 daqiqalik e'tibor bilan odamning pensiyasiga ta'sir qiladigan muhim hujjat topiladi. Yana bir amaliy tavsiya. Arxiv ma'lumotnomasida kunduzgi so'zi bo'lishiga alohida e'tibor bering. Faqat o'qigan degan so'z ba'zan yetarli bo'lmaydi. Falon fakultetning kunduzgi bo'limida tahsil olgan deb yozilishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, sana aniq bo'lsin. 1979 yildan 1993 yilgacha degan umumiy jumladan ko'ra 1979 yil sentabrdan 1993 yil o'ttining uyingacha degan yozuv kuchliroq hujjat hisoblanadi. Yana bir muhim maslahat. Hujjat topshirgandan keyin pensiya miqdori oshsa, yangi miqdor qachondan to'lanishini aniqlang. Buni yozma javobda ko'rsatilishini so'rang. Ba'zi odamlar qayta hisoblanganini biladi, lekin qaysi oydan boshlab qancha farq bilan to'lanishini tushunmaydi. Pensiya bo'limidan hisob kitobni tushuntirib berishni so'rashga haqqingiz bor. Demak, SSSR davrida ta'lim olgan pensionerlar uchun asosiy syurpriz shuki, ayrim hollarda kunduzgi o'qish yillari pensiya stajiga ta'sir qilishi va pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun hujjat kerak, ayniqsa diplom arxiv ma'lumotnomasi, ta'lim shakli va aniq sanalar muhim. Hamma odamda pensiya oshadi deb va'da berib bo'lmaydi. Lekin tekshirtirib ko'rishga arziydigan holatlar juda ko'p. Men sizga tavsiya qilaman. Eski diplom va hujjatlarni bugunoq tekshiring. O'qish davrlarini yozib chiqing. Kerak bo'lsa arxivga so'rov yuboring va pensiya bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Hamma narsani hujjat asosida qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida institut, texnikum, bilim yurti yoki boshqa ta'lim muassasasida o'qigan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi yillarda, qayerda o'qigansiz va pensiya hisobida bu davr kiritilganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.